Assalomu alaykum. Bugungi videomiz shu Xitoy televizorlarida uchrayotgan defektlardan biri shu YouTube'ga kirmay qoladi. Shuni oson yechimi uchun bizga fleshka kerak bo'ladi. Kompyuter fleshkaga APK fayl tashlash uchun va Telegram gruppamizda APK fayl tashlab qo'yganmiz. Shuni olish uchun shu video ostida silka qoldiramiz. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun mana Telegramda Namangan televizor deb qidirasiz. Kanalimiz chiqib keladi. Hop, men tayyor tashlab qo'ygan. Buni tortib olasiz. Tortgandan so'ng fleshkaga tashlaysiz. Mana tashlagandan so'ng televizorga ulaysiz. Buning uchun fleshkani televizorga ulaymiz. Hop, fleshkani ochamiz. Bundan keyin qiladigan ishimiz shu biz ishlaydigan fleshkamiz bo'lgancha buni o'zi tayyor fayllar qilib qo'yilgan. Sizlarda shu bitta shu YouTube'da ochib olasizlar, ustavka qilasizlar. Uстановить. Готово qilib chiqib ketamiz. Shu mana YouTube'ga kiramiz. O'sha mana kirdi, hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Mana YouTube ishladi. Hech qanaqa programma orqali kirilmaydi. Shu bitta shu APK faylni ustavka qilasiz va oldin qanday ishlatgan bo'lsangiz shunday YouTube ishlatasiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa xursandmiz. Keyingi videomiz shu bekorga rus va sport kanalini ochish haqida bo'ladi.